Assalomu alaykum. Bugungi Beziktagi Uchra suhbat mas'ullari Beziktagi uchrashuvimiz bilan Agrobank Shimba filialini biriktirgan Qo'yshi mahalla fuqarolar jiyinida bo'lib o'tib, sol sababli bugungi kunda biz Agrobank Shimba filialida ochiq kredit liniyalari bo'yicha qisqacha tushunib berib o'tsak, bizlarda bugungi kunda Shimba filialimizda bankdagi mahallaviy bo'limidan ajratilib olgan kreditlarimiz bor. 5 million so'mdan 20 million so'mgacha aralığında kredit liniyalarımız açık tarzda. Bular qanday tarzda bo'lishi? Usul bank filialına biriktirilgan mahallalarimizda shunsiz fuqarolarning bandligini ta'minlash maqsadida o'zini bandlagan fuqarolarga ajratiladigan kredit bu. Bu tartibi bizlarda biznesga birinchi qadam, biznesga ko'mak, mahalla loyihasi degan ustida jismoniy shaxslarga beriladigan kreditlarimiz bor. Bular biznesga birinchi qadam degan kredit liniyamiz var. 5 million so'mgacha 12 oy muddatga yillik 25%dan plastik kartaga solib qo'yish shartini beriladi. Kreditning ta'minot turini uchinchi shaxs kepilligi yoki bo'lmasa sug'urtaning kepilligini olsangiz bo'ladi. Keyin biznesga ko'mak degan kreditimiz var. Bizlarning 17 million so'mgacha belgilangan. Shu 17 million so'mgacha belgilangan kreditimizni 48 oy muddatga, ya'ni 4 yilga olsangiz bo'ladi. Bu da yıllık faiz stavkası 25%dan 6 ay imtiyazlı davrimenin beriladi. Bugan da üçüncü shaxs kepilligi yoki bo'lmasa sug'urtaning kepilligini olsangiz bo'ladi. Bularga kerakli hujjatlarni atlarni atab o'tadigan bo'lsak, birinchi кезекте o'zini o'zi bandligi kerak, fuqaro jumsiz bo'lishi kerak, jumsda ishlamagan bo'lishi kerak. Kepili bo'lsa, ya'ni üçüncü shaxs kepilli bo'lsa, üçüncü shaxs kepilligini bo'lishi kerak. Qasında sağlıktan zimne o'tgan haqida, o'zini bandligi haqidagi spravkasi bo'lsa, ya'ni ma'lumotnomasi bo'lsa bo'ladi. Bizlarda hozirgi kunda mahalla loyihasi degan kredit liniyamiz bor. Bu istiqbollikda uy sharoitida shunday kengaytirib yo'lga qo'yaman deyishlar bo'lsa, o'zini shunsiz fuqarolarimizga juda ham qulay kredit bo'lib hisoblanadi. Yillik 25%dan 2 yil imtiyozli davr bilan 5 yil muddatga 20 million so'mgacha beriladi. Bunda plastik kartaga solib beramiz. Bo'lganda uchinchi shaxs kepilligimiz bo'lsa, kepillik bo'ladi. Bo'lmasa sug'urtaning kepilligini olsangiz bo'ladi. Soliqdan zimli o'tgan holda ma'lumotnomangiz kerak. Hamda mahalla bankiri, shu mahallaga biriktirgan bizning mahalla bankirimiz bilan mahalla agentimizning tavsiyanomasiga tekar siz kredit ola olasiz. Usul kreditlarimiz hozirgi kunda bizda ochiq liniyamiz borligi. Alışlar olsa sizlerin mahalledeki mahalle bankerimizge, mahalle agentimizge yolsa tushungan yerlerinizi tushundiradi, shu yo'l jobasini ko'rsatib sizlarga kredit olishingizga qo'l ko'magini beradi. Keyin men ishlayman, shunday bir xizmat ko'rsatuv o'rnim bor, ishlab chiqaruv o'rnim bor, chorvachilik bilan shug'ullanaman so'ymoqda deb uy sharoitida bo'lsin, boshqa shunday o'rinlarda xizmat ko'rsatuv o'rinlarida жұмыс olib boradigan ishlanmalar bo'lsa, bankdan hisob keti ochilgan bo'lsa, tikili aylans bo'lgan bo'lsa, hisob ketida prezidentimizning 312-sonli qarorina tekar 100 million so'mdan 300 million so'mgacha ajratiladigan kreditlarimiz bor bizda. Bular 100 million so'mgacha, ya'ni g'irvsiz, zalog deymiz, bu zalogsiz beriladi bu kreditlarimiz. 100 million so'mgacha zalogsuz veriladi. 100 milyondan 300 milyon so'm aralığında şekim g'irv tekarida ajratiladi. Bu kreditning tartibida kelib to'xtaladigan bo'lsak, bu kreditimiz bankdagi hisob betida aylans bo'lgan bo'lishi kerak. 1 yil davomida bizlarda bo'lsin, boshqa banklarda bo'lsin, hisob betida 1 yil davomida aylans bo'lgan bo'lsa, World Bankdagi hisob betidagi aylansda, ya'ni avorotda bizlardagi shu mahallaviy bo'limimizdagi qanigilarga agar ko'rsatsa, yo'lim chiqadi, to'g'ri kelsa, hisob betingizni bizning Agrobank Shimba filialini ko'chirib olamiz. Akelasiz, sizga kreditingizni rasmiylashtirib beradi. Bu pul o'tkazish yo'li bilan bo'ladi. Naqd pul ko'rinishida emas, pul o'tkazish yo'li bilan ta'minotchiga pulni o'tkazib beramiz. Bizlar bank tarafidan sizlar ular xabaringizni, ya'ni kerak mahsulotingizni olib, sol biznesingizni, ya'ni ishlanmangizni kengaytirib boraverasiz. Hozirgi kunda bizlarda ochiq kredit liniyalarimiz usullaridan iborat.
Egerde kreditga muhtojlik bo'lsa, bizlarning Usmondagi mahalle bankamiz hamda mahalle agentlarini jolibsangiz, qolaverdi hakim yordamchilarimiz bor, ağalarimiz menga ularga qo'l ko'magini beradi. Ularga jolibsangiz sizlarga kreditning qo'shimcha pullarini ham aytib qo'yaman. Tazadan ochilgan kreditlar bo'lsa, ular chaqirib boraveradi. Faqat ular uchun rahmat hammaga.